Qadimgi Bag'dod shahrida xalifa Abu Ja'far al-Mansur o'zining ajoyib xotirasi bilan mashhur edi. U shoirlardan eshitgan she'rlarini bir marta eshitib eslab qolish hunariga ega edi. Shu sababli shoirlarning ustidan kulib, ulardan eshitgan she'rlarini bu she'r saniki emas, men bu she'rni oldin ham eshitganman deb da'vo qilardilar. Bu holat ko'plab shoirlarni qiynab qo'ydi, chunki ular o'z asarlarini xalifaga taqdim qilganlarida hech qanday mukofot olmay, balki o'z mehnatlaridan ham mahrum bo'lishayotdi. Mashhur shoir Al-Asmai bu muammoni hal qilishni ajoyib yo'lini olib topadi. U o'ta murakkab, tezkor va eslab qolish qiyin bo'lgan so'zlardan bir she'r yozadi. She'rini xalifaning saroyiga borib baland ovozda o'qib beradi. Wal ududan dandanali wa tablutab tobtabali tobtabitop 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 tobtabali. Va bu she'rni na xalifa, na uning kotibalari eslab qolish oladi. Xalifa bu holatdan hayratga tushib va nihoyat shoirning haqiqiy iqtidori oldida mag'lubiyatni tan oladi. Al-Asmai esa ilk bor she'rini o'z nomi bilan saqlab qola oladi.